Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Musofirda yurgan aka-ukalar, sog' salomatmisizlar? Xo'rmanglar. Kimdir uzoq yurtlarda ishlab yurib, to'y mol boqgisi keladi, uyga yaxshi hayvon qo'ygisi keladi. Bizning imkoni yo'q olishimizga. Inshaalloh biz o'sha xizmatlarni sizlarga qilib beramiz. Unaqa ustiga ko'p dunyoni qo'yganimizni inshaalloh halol pokiza, sizga ham rozi bo'ladigan, bizga ham rozi bo'ladigan xizmatlar bor. Kimga qo'yib beradimi, mol beradimi, hozircha mana qo'tanimizda borini tashlab beraman. Inshaalloh kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Telegram bor, Instagram bor, YouTube bor, qaysini yo'lsangiz anket qilamiz. Hozircha 3 ta qo'chqor, bir g'unojin boqilgan tayyor, bir ho'kiz 200 kilo atrofiga keladi, u ham tayyor xudo xolasa. 17-fevralda ularni gaplashsak bo'ladi. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.